Alloh taolo Qur'onda aytadi: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Sizlarning har biringiz unga kiruvchisiz. Bu Robbingning hukm qilib bo'lingan qarori. Bu oyatning tafsiri quyidagicha: Sizlarning har biringiz jahannam olovining ustidan o'tasizlar. Orangizdan jahannamning olovining ustidan o'tmaydigan biror kimsa yo'q. Bu Robbingizning sodir bo'lishi shart bo'lgan buyruqlardan. Keyin esa Alloh taqvodorlarni qutqaradi va fasod tarqatganlarni jahannam olovida qoldiradi. Baxtsiz hollarda tizzalariga yiqiladilar. Ularga yordam beradigan hech kim bo'lmaydi. Orangizdan undan o'tmagan hech kim bo'lmaydi. Ibn Jarirdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taoloning sizlarning har biringiz unga kiruvchisiz oyat haqida aytadilarki, jahannamning ustidan o'tkazilgan ko'prik pichoqning uchli qismiga o'xshashdir. Birinchi guruh odamlar undan chaqmoqning urishi kabi tez o'tib ketishadi. Ikkinchi guruh odamlar shamol kabi o'tib ketishadi. Uchinchi guruh odamlar esa ko'prikdan eng tez ot kabi o'tib ketishadi. To'rtinchi guruh odamlar esa eng tez mol kabi o'tib ketishadi. Nega otlar va mollar qiyos qilinmoqda? Chunki u vaqtlar bu jonivorlar transport o'rnida ishlatilgan. Boshqa so'z bilan, biz bugun ishlatadigan so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, bu xuddiki mashinalar, mototsikllar va hokazolarni aytgandek bo'lamiz. Keyin esa qolgan musulmonlar ko'prikdan o'tishadi. Farishtalar esa ular haqida Allohga duo qilib, "Ey Robbimiz, ularni qutqar" deyishadi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ayollari bo'lmish Hafsa onamiz radhiyallohu anhoning uylarida bo'lganlarida u zot aytdilar: Badr va Hudaybiyada qatnashgan musulmonlardan hech birlari jahannam o'tiga kirmaydilar. Keyin esa Hafsa onamiz radhiyallohu anho so'radilar: Axir Alloh taolo Qur'onda shunday demaganmi? وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Sizlarning har biringiz unga kirguvchisiz. Bu Robbingning hukm qilib bo'lingan qarori. Bunga esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oyatning davomini o'qib javob berdilar. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. So'ngra taqvo qilganlarga najot beramiz va zolimlarni unda tiz cho'kkan hollarida qoldiramiz. Allohning rasuli alayhisalom aytdilar: Qay birki musulmonning 3 farzandi bo'lib, ular vafot etishgan bo'lsa, unga jahannam olovi teginmaydi. Faqatgina Allohning amalga oshishi kerak bo'lgan va'dasidan tashqari. Qanday va'da amalga oshishi kerak? Bu yerda gap Alloh taoloning ushbu so'zlari haqida ketyapti. Orangizdan jahannam olovidan o'tmaydigan biror kimsa yo'q. Bu Robbingning hukm qilib bo'lingan qarori. Bu shunday bir qasamki, albatta amalga oshishi kerak. Odamlarning bir qismlari ko'prikdan o'tishadi va jahannam olovi ularga tegmaydi. Albatta agar Allohga iymon keltirib, iymonning barcha shartlariga amal qilgan bo'lsalar va hadisda kelgandek, agar u odamning 3 farzandi bo'la turib, ular vafot etishgan bo'lsa, agar voyaga yetmagan farzandlar vafot etishsa, bu Allohning rahmati hisoblanadi. Allohning rahmati shunda bo'ladiki, odam o'zining bolasidan qochadigan kunda Alloh dunyoda farzandidan ayrilishdek ulkan musibatni boshdan o'tkazib, sabr qilgani uchun uni jahannam olovidan qutqaradi. Alloh uni mana shu qilgan sabri uchun mukofotlaydi va jahannam olovini unga harom qiladi. Allohning rahmatiga erishgan odamlar ham baribir Sirot ko'prigidan o'tishadi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Sirot ko'prigidan o'tadilar. Har bir odam, xoh mo'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, ko'prikdan o'tishadi. Allohdan bizga unga qulashlikdan panoh berishini so'rayman. Iymonning mustahkam nuri bilan qurollangan odamlar ko'prikdan juda ham katta tezlikda o'tib ketishadi. Kamroq nuri bo'lgan odamlar esa ko'prikdan sekinroq o'tishadi va ularning nurlari barmoqlarining uchida joylashgan bo'ladi. Va bu odamlarning nurlari ba'zida o'chib, ba'zida yonib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu ko'prikni shunday deya ta'riflab berganlar: Uning ostida jahannam olovi qaynab turadi va u olovdan do'zaxning tirnoqlari chiqib turadi va u bu tirnoqlari bilan ko'prikdan o'tayotganlarni tirnab tortib olishga harakat qiladi. Shuningdek olovning tili bo'ladi va u bu tili bilan odamlarni tortib olmoqchi bo'ladi. Ba'zi odamlar ko'prikdan do'zaxning o'tkir tirnoqlaridan tirnalgan, tilidan kuygan hollarida bir amallab o'tib olishadi. Ba'zi odamlar esa olovga yiqilib, keyinchalik qutqarilib olinadilar. Ba'zilar esa yiqilib, shu bilan hech qachon qutqarilmaydilar. Keyin esa ko'prikdan o'tgani kofirlarning vaqti keladi. Ular ko'prikka oyoq qo'yishlari bilanoq yiqilishadi va ular u yerdan qutqarilmaydilar. Ularning orasida munofiqlar ham bo'lishadi
va ular dunyoda tanigan musulmonlarning qo'llarida nurni ko'rganlarida munofiqlar ularga yalinishadi. Ularga nimalar deyishlarini Alloh taolo Hadid surasida bizga xabar beradi. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Munofiq va munofiqalar iymonlilarga to'xtab turinglar, biz ham nuringizdan biroz olaylik deganlarda, ularga farishtalar ortingizga qayting hamda nur qidiring deyishadi. Bas ularning orasiga eshigi bor qo'rg'on uriladir. Uning ichida rahmat, tashqarisida oldida azobdir. Iltimos bizni kutib turinglar. Biz dunyo hayotidan sizlarni tanir edik. Sizlarning nurlaringizdan biroz olishimizga imkon beringlar. Ozgina xolos. Shunda farishtalar ularga baqirishadi. Ketinglar. Bu yerda sizlarga hech bir nasiba yo'q. Ketinglar va o'zingizning nuringizni qidiring. Ya'ni bugun nurga ega bo'lish uchun qanday solih amal qilgansizlar? U kunda odamlarda bo'ladigan yagona nur bu ular dunyo hayotida tayyorlab qo'ygan solih amallari bo'ladi. Ular u kunda nurlarni topishadi. U bilan kofirlarning o'rtasiga devor tushiriladi. Devorning bir tarafida rahmat, ikkinchi tarafida esa azob va xorlik bo'ladi. Shunday qilib bu munofiqlar olovga yiqilishadi va do'zaxning eng tubidan joy olishadi. Mening qadrdon birodarlarim, opa-singillarim, u kunda biz ko'prikdan qop-qorong'u zulmat payti o'tamiz va biroz oldin aytganimizday, bizning amallarimizning nurigina ko'prikdan o'tishimizga yordam beradi. Alloh taolo aytadi: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. So'ngra taqvo qilganlarga najot beramiz va zolimlarni unda tiz cho'kkan hollarda qoldiramiz. Taqvo nima degani? Taqvo so'zini Alloh taolo Qur'onda shunday odamlarga nisbatan ishlatganki, ular agar biror gunoh ishni sodir qilmoqchi bo'lsalar, shu zahoti Allohni eslab, undan to'xtar edilar. Ular Allohni shunchalik qattiq yaxshi ko'rishadiki, bu muhabbatni yo'qotishni istamaydilar. Shunda ular nima qilishadi? Ular bu harom ishdan voz kechishadi va bu nega harom? Men buni nega haromligini bilmagunimcha qilaveraman deyishmaydi. Hammasi juda oson. Alloh senga bu yomon dedimi? Demak bo'ldi, buni qilma. Shuningdek taqvodorlardanki, biror odam bir yomon ish qilib qo'ysa, shu zahoti Allohni eslab, unga qaytib, haqiqiy tavba qilishadi. Mana shular taqvodor odamlardir. Aynan shular ko'prikda najot beriladilar. Ko'prikdan yiqiladigan boshqa mu'minlar esa keyinchalik bo'lsa ham farishtalarning, mu'minlarning va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafaatlari bilan qutqariladilar. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda, ba'zi sahobalar quyida zikr keladigan oyatni shunday tafsir qilishgan ekan. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Jannat egalari bilan do'zax egalarining oralarida to'siq bor. To'siqning ustida yaxshi amallari jannatga kirishga yetmay qolgan va Allohning qarorini kutib turgan odamlar bo'ladi. U odamlar ikki taraf odamlarni ham yuzlarining siymonlaridan tanirlar. Nurli yuzlardan jannat ahlini, qora yuzlardan do'zax ahlini. Ular jannat egalari tomon qarab, sizlarga salom bo'lsin derlar. Ular hali jannatga kirishmaydi. Buni juda ham istab turgan bo'lsalar ham, ularning nigohlari beixtiyor do'zax ahliga tushib qolganda, ularning qora yuzlarini va azoblanayotganlarni ko'rib, Allohning panohiga qochib, "Ey Robbimiz, bizni zolim qavmlar bilan birga qilmagin" derlar. Oyatdan tushuniladiki, u devorning ustida jannatga keyinroq kiradigan odamlar bo'lishadi va ular bu ikki guruh orasidagi farqni tushunishadi. Bu sura nomlangan A'rof so'zi urf so'zining ko'pligi hisoblanadi. Bu o'rinda bu so'z jannat bilan do'zaxni ajratib turadigan devor ma'nosini beradi. Bu odamlarning solih amallari gunohlari bilan barobar bo'lib qolgan bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Bu ular bir xil sonda yaxshiliklar va yomonliklar qilishgan degani emas. Ularning solih amallarining soni kam, lekin qiymati ulug' bo'lishi mumkin. Gunoh amallarining soni esa ko'p,
lekin qiymati oz bo'lishi mumkin. Shunday qilib ularni mezonga qo'yib o'lchashadi. Mezonga qo'yilgandan so'ng ularning qiymati barobarligi bilinadi. Keyin esa u odamlarga nima bo'ladi? Ularning solih amallari ularni do'zax halovidan saqlab turishadi, lekin gunoh amallari esa jannatga kirishga izn berishmaydi. Bu odamlar bilan nima bo'ladi? Alloh zolim emas. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Devorda jannatga kirishni kutib turgan odamlarga jannatga kiringlar, sizga xavf yo'q va siz xafa ham bo'lmaysiz deyiladi. U joyda odamlarni bu holda ushlab turishning hikmati nima? Bu Alloh tomonidan berilgan rahmatning bir ko'rinishi. Shuningdek, do'zax olovida yotgan, Allohning rahmatiga loyiq bo'lmagan kofirlarga nisbatan qo'shimcha azob hisoblanadi. Ular jannatga kira olishmayapti va boshqa odamlar ulardan o'zib ketib, jannatga kirishadi. Bu alamni bir tasavvur qilib ko'ring. Keyin esa do'zax haqliga yuzlangan bir nido keladi. Bu haqida Alloh Qur'onda aytganday, siz dunyo hayotida tanigan odamlaringizni ko'rdingizmi? Sizlar birga yomon amallarni qilar edingiz. Sizlar biz ularni sizni joylashtirgan joyga joylaymiz deb o'ylaganmidingiz? Bugun biz o'zimizning rahmatimizni namoyon qilamiz. Qaranglar, biz ularni ko'zingizning oldida qutqaramiz. Shunday qilib Alloh A'rof egalarini qutqaradi va ularni Sirot ko'prigidan olib o'tib, jannatga kiritadi. Kofirlar buni ko'rib qo'shimcha azoblanadilar. Yetmaganiga Alloh ularga, ular siz bilan birga bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, biz ularni qutqardik. Sizlarga kelsak, sizlar bunga loyiq emassiz. Sizlarning amallaringiz mana qanchalik yomon bo'lgan edi. Mana sizlarning iymonlaringiz qanchalik oz edi deydi. Sizlarning Robbingiz o'zining bandalariga zulm qilmaydi. Hech kimga, u musulmonlardan bo'lsin yoki kofirlardan bo'lsin. Endi hamma yoki jannat darvozasiga yoki do'zax darvozasiga yetib kelishdi. Malik ibn Dinor ismli bir solih odam bo'lgan edi. Salaflarning buyuk ulamolaridan. Bu odam olim bo'lishdan oldin o'g'ri bo'lgan edi. Oldin u ichkiliklarga mukkasidan ketgan edi. Alloh uni hidoyat qilishni ixtiyor qildi. Bir kuni u xizmatkori bor bo'lgan bir zolimni ko'rib qoldi. Bu xizmatkor juda ham kambag'al edi va xo'jayini uning mehnati uchun haq to'lamabdi. Malik ibn Dinorning u odamga rahmi kelib, xo'jayiniga uning mehnatiga haq to'la deydi. Lekin xo'jayini bosh tortadi. Shunda Malik ibn Dinor o'zining pullaridan bir qismini ajratib, u kambag'al odamga beradi. Va bugun kechki payt qizlaringdan Malik ibn Dinorning haqqiga duo qilishlarini so'ra deydi. Va qizlari duo qilishadi. Va bir vaqt o'tib, Malik ibn Dinor uylanmoqchi bo'ldi, lekin hech kim unga qizini bermas edi, chunki u o'g'ri va ichishni yaxshi ko'radigan odam edi. Keyin u bir cho'rini sotib oladi, chunki u vaqtlarda cho'rlar hali bor edi. Cho'ri sotib olib, uni ozod qilib unga uylanadi. Undan u qiz farzandli bo'ladi va unga Fatima deb ism qo'yadi. Uning qizi 5 yoshligida vafot etadi. U uni juda ham qattiq yaxshi ko'rar edi va uning o'limidan so'ng juda sog'inar edi. Ancha vaqtlar o'tgandan so'ng u tushida qiyomat kuni kelganini ko'radi. Uning oldida olov, uning ortida esa uni quvlab yurgan ajdarho turganini ko'radi. U aytadiki, men ajdarhodan qochib qandaydir qiyalikning yoqasiga keldim. Unga sakramoqchi edim, lekin qarasam, u jahannam olovi ekan. Men yon tarafga qarab qochdim va qandaydir qumli joyga yetib keldim. Uning oldida daryo bor edi. U yerda gapirishga ham holi bo'lmagan qari bir odam turgan edi. U qo'lni ko'tarib, zo'rg'a shu yo'nalish bo'yicha yur dedi. Men u ko'rsatgan tarafga yurib, u yerda bir necha bolachalar o'ynayotganini ko'rdim deydi. Ular Fatimani chaqirib, "Hoy Fatima, otangni qutqar" deyishdi. U mening oldimga kelib, qo'lni cho'zdi va ajdarho yo'q bo'lib qoldi va menga aytdi: "Otajon, qarang, ajdarho bu sizning yomon amallaringiz. Ularning soni shunchalik ko'payib ketdiki, sizni halok qilishga kuch yetadigan bo'lib qoldi. Daryoning sohilida turgan qari odam esa bu sizning solih amallaringiz. Ularning soni shunchalik ozligidan ular sizni qutqara olmadilar" deb oyatni o'qidi. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Iymon keltirganlar uchun Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqqa qalblari yumshash vaqti kelmadimi? Oldin kitob berilgan, so'ng vaqtlar o'tishi bilan qalblari qotib qolgan ko'plari fosiq bo'lganlarga o'xshamasligi uchun.
Shu tushdan keyin Malik ibn Dinor tavba qilib, buyuk olimga aylanadi. Alloh siz va bizlarga tavba qilishlikni nasib qilsin. Musollin TV YouTube kanali siz diningizni yaxshiroq o'rganishingiz uchun xizmat qiladi. Videolarga like bosib, kommentariyalar qoldirish orqali siz kanalning rivojiga va islomiy videolarning tarqalishiga ko'makchi bo'lmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va Alloh sizni islomni tarqatishda ko'makchi bo'lganingiz uchun yaxshiliklar bilan mukofotlasin.